qism 10-qism. O shundoq deb so'zlashga boshladi. Meningmi jo'shqin, sho'x, uchadigan tentak yoshlik davrim bo'lgan Shakir. O'qish bitirdiganga 2 yil qolgan chaqlag'u deyman. Murat orqali Aygul, Ro'shangullar bilan tanishdim. Biz uchimiz kichigimizdan boshlab birga o'ynab, keyin ayrilganlar bo'lg'ashqimi, tezla chiqishib ketdik. Shanba yakshanba desa yig'latdik. Bezmaxonada naqsha o'qiydik, diskoxonalarda disko o'ynaydik. Bozor arlab kiyim olatdik. Pul deganni suvdek xajlab ko'ngil xo'sh qilatdik desakmi bo'ladi. Bexatarligimizdan ansirmasakmi bo'ladi. Nega barsak Aygulning akasi Nasir bizga hamroh bo'lib qo'g'dig'ich bo'ladi. Bu shaharda Nasirning nomi xeyli dangliq bo'lib, uni Nasirboyevcha deb chaqirishadi. Demisimi u pulni nerdan topadi ekan? Hisobotni asosan shu qiladi. Ammo u bir suyuq, haraqkash bir nima bo'lg'ashqimi, menga faqat yoqmaydi. Yoqmadi deb aralashmay turg'ili bo'lamdi deysan. Biz bag'aylarning qandaqligi sana ayon. Biz sho'x, tomoshaga amroq bo'lsaqmi, ipitimizni saqlashni bilatdik. Bundaq yerlardagi yoshlar bizdagi shu xinimlarni ko'rdimi, bo'p beradi. Faqat Nasirboyevchadan qo'rqib bo'ldi qiladi. Nega lan barayli, beshimiz birga baratdik. Muratmi, Nasirmi bira og'inisini boshlamaydi. Nasirboyevcha bo'lsa, Ro'shangul bilan menga tangli qana so'rab, xo'roz bo'lg'is kelamdi, ikkimizni boshqalardan qo'riydi. Ro'shangul bilan men buningdan xush edik. Chunki ikkimiz ayrilmadikmi, o'zimizni qo'g'dab, o'yinimizni o'ynayverdik. Bundaq o'yinlarimizmi uzunga so'zilmadi. Keyincha Nasir menga kanadek chaplashdi. Men uning talbiga ma'qul bo'lmadim. Aygul menga to'xtamay yalviratdi. Shamsiya adash, akamni sana sahiy qilsam meni mazoq qilmajimi? Bu dunyoda ishkinlardek mos keladigan bir juftlar yo'q-ku deyman. Oila o'rni, jamiyat nuqtasini qo'yib turayli, ishkinlarning mos kelishi texi. Qara, sen endi echilishga boshlagan go'zal bir gul bo'lsang, akam shu gulga echilish fursati beradigan bir bog'. Akamni doim haraqni ko'p ichidi, qaysi qiz ko'ziga chiroyli ko'rinsa qanot so'raydi deydi ekansan. Sen ma'qulli degina, qani u ayblarini tashlaydi. Men uning to'li suylash, arg'i tushishidan bezor bo'lib, imtihon mazgili keldi. Uyg'onishni chang tutmasam bo'lmaydi deb o'zimni chetga oldim. Ular bilan kamdan-kam ko'rishadigan, ko'rishsakmi tomoshaga bormaydigan bo'lib oldim. Bir kuni Aygul telefon qilib, Shamsiya adash, bugun akam uyda bo'lmaydi ekan. Murat bilan birga kelsang, Ro'shangulmi ba, to'timiz bir mungdashmaylimi? O'qish bitirdig'anmi az qolganda yo'q demajimi? deb turib oldi. Yo'q desam qat'iy unimidi. Uning ustiga Murat o'tinib turib oldi. Amalsiz Aygullarning Urumchidagi uyiga bordim. Ular akam uchun olgan uy desimi, Urumchiga qaysi chiqsa, mushu uyda turadi. Ba'zida Aygulning dadasi bo'lgan shahar boshlig'imi yig'in, uyg'onish deb Urumchiga kelsa, atalmish akasi uchun degan dachida yetib qopatdi. Nasirboyevcha bo'lsa, oliy mehmonxonalarda yetishga amroq bo'lib, bu uy bo'sh qoladi. Murat bilan dachaga kelsak, Aygul yolg'izkan. Uning aytishicha, Ro'shangulning dadasi Urumchiga chiqqachqa, Ro'shangul vaqtincha kelolmabdi-dek. Yililardan kep qog'udak. Biz Ro'shangul kep bo'g'icha deb o'zimiz tamoq qilib yemak bo'ldik. Men tamoq etishga yomon emas edim. Muratningmi qo'li keladi. Tamoqmi tayyor bo'lib, tamoq ustilida tamoq yemak bo'lib turadiq. Aygulning telefoni sayrab ketdi. Vay, teshliqmi? Akammisan? Men uyda, senmi yaqin joydimi? Kela undaqda tamoq yeb qaytqin. U telefonni qo'ydi-da bizga qo'shimcha qilib, akamkan, yaqinli yerda deydi. Tamoq yeb qayt deb qo'ydim. Nasirning kelishini o'qib, ishtahoyim tutilibla qoldi. Degandek bir qancha minut o'tmasda Nasirboyevchami kep bo'ldi. U eshikdan kirib, tinch amonlik so'rab bo'lib, Uyda tamoq qildigan bo'lgandikka, menga xabar qilsanglar bo'lmasmi?
Özüm telefon qilmagan bo'lsam, men Shamsiyaning tatliq qo'lidan tatliq tomoq yemaskanman emasmi? Ayni vaqtda uning tomoqni tatliq deydimi yoki qo'limni tatliq deydimi bilolmay qoldim. Tomoq yeyilib bo'ldi. Ro'shangul texich kelay demaydi. Nemishqikin ko'nglim azroq xotirjam emas. Bir shumliqni sezib turdi. Qaytmoqchi bo'ldim. Aygul, Muratni biladi. Oxirgi imtihon yaqinlab qoldi. Ügüniş qilmasam bo'lmaydi. Ro'shangulga saqlavarsam ketamay qolmayli. Shunga menga ruxsat qil. Nimaga aldiraysan? Uyda bir az saqlayli. Ro'shangul kelamaydigan bo'lsa, to'timiz bir yerga berib o'ynab kelmandik. Men Muratdan yordam tilagandek uningga qaradim. Murat, Shamsiya, imtihonga bir necha bag'ot exe. Bugun degan shanba. Erta darsmi yo'q. Biraz oynamamdoq. Achchig'im bak keldi. Sendek kim non tashlab biz shuni g'iljanlaydigan lolmidan umid kutguni. Amalsiz ular bilan diskoxonaga berib disko o'ynadik. Ular haraq deganni bo'lishiga ishdi. Aygulmo aksidan nomus qilmay ichivatdi. Burun bundaq qilganini ko'rmagandim. Aksi yo'qida ichib olatdi. Manga xeyli zo'rlab baqqan bo'lsa-mu, men yaqin yo'limidim. Chunki men haraq degandan behli bezor edim. İçiş tugul purg'udimmi seskinatdim. Kecha soat 1 atrofida tarqab chiqdik. Bu vaqtda maktabga qaytish mumkin bo'lmag'achqa Aygulning uyiga qaytishga majbur bo'ldik. Nasir bilan Murat bizni opirib qo'yib, sirtdan yotoq oshqozadigan bo'lib uyga yetib keldik. Eshik oldida Aygul, "Aka, uyga kirib azroq sovuq ichimlik ichib qaytmamsan?" deb ulanimi uyga boshladi. Nasir boyvachcha to'nglatqidan 4 botolka sovuq ichimlik keltirib, bizga birdan tarqitib berib, o'zimi birini ichib, bir ko'tirishida ichivatdi. Men sovuq ichimlikni ichib, ichay deb og'zimga aparganimda, Nasir boyvachcha shundoq sat birini kekirdiki, u ichgan haraq purg'i burnimga burab, meni ho'titdi. So'xonaga yugurdim. Qaytib chiqsam, Murat o'zining suyini ichib bo'lib, meninkini mo ichib etibdi ekan. Acayip hoş yaktı ma içimlik ey. Seni içmeyi de özlem içvettim. Ben maalesef öp koydum. O bir piyalaga qo'yib qo'ygan ichimlikni menga sundi. Bo'ldi, ichmay. Choyga amroq bo'lgandan choy damlab ichay. Bumi Muratning ko'ngli ekan. Ichay adash, bir yeringdan teshib chiqmas. O ichimlikni qo'limga Muratning qo'lidan elib tutqizib qo'ydi. Men sovuq ichimlikka amroq bo'lg'ashqimikin uni ichib etdim. Birining badallarimni silashlaridan seskinib ko'zimni ochdim. Qarasam, Nasir kiyimlarimni tortqishlab soldirayotgan bo'lsa kerak. "Nima qilyapsan?" Kallam azroq sagaklashdi. İşte ben dedim. Va ishqi praqingda o'lisi deb sajidi bey. Shu sabbilandigida da bir ey. Nasir shundoq degach, maydamga qo'lini opadi. Maslikda gapi eg'izidan tushib ketyapti. "Qo'lini tart iplas." Va mana nima qotsang? Ya adamda dangladim biraz müşkemasdan sen. O shundoq deb qo'lini ko'rish uchun yig'di. Fursat keldi. Oyog'imda karib o'ltirgan chat orasiga kelishtirib birini tepdim. Ya, satqan yo'q. O yerga yiqildi. O'rnimdan turib sirtqa qochdim. Menda nima amal deysan? Sirtning ishiga quluplangan ekan. Oshqushpamiz chiqolmaydim. Pastki uylar o'g'irdan mudofialanish uchun derazalar sirtdan qo'rshalgan bo'lg'ashqa, ikkinchi qavatga chiqdim. Ikkinchi qavatdagi derazasi dach qo'rosiga emas, sirtdagi yo'lga qaraydigan hujra uyga kirdim. Kirib birga putlashdim. Qarasam Aygulkan. Hech narsani to'ymay yetib ketibdi. Silkishladim, uyg'onadigandek emas. Ahvoldan qaraganda hushsiz bo'lsa kerak. Sirtdan Nasirning oyog'i tevish keldi. Balkonga chiqib, balkonning derazasini ochdimda o'zimni pastga tashladim.
Pəsga qattiq tushgashga hushsizlanibdiman. Ko'zimni ochsam doktorxonada yetibdiman. Putlarim bakmi ig'ir, midirlatolmadim. Doktordan bilsam putim sunibdi. Sakragandagi güp qilgan ovozni dacha amonlik qo'g'dug'chilari anglab yetib kelibdi va meni shula doktorxonaga akilib saqchiga ma'lum qilgan ekan. Saqchilar mening hushimga kelganimni ko'rib ahvol egiladi. Men bo'lgan ishlarni aytib berdim. Ular Nasirning ichimlik qutisiga bevosh qilish dorisi aralashtirganligidan gumonlanib, uning quruq botilka qutisini almashtirib tashlab etishidan ansirab Nasirning uyiga ketishdi. Qarasam, yana uning uyidan zaharlik chekinlik chiqibdi-dek. Asli Nasir zaharga xumar bo'lgan ekan. Anam dadamlar ahvolimni o'qib tezli Urumchiga chiqdi. Aygülning dadisi Urumchida bo'lg'ashqa, onasimi meni ayvashga keltirish uchun Urumchiga chiqibdi. Ular doktorxonaga kunda kelib beshimni saram qilib etdi. Ularchi bo'lganda men arzimni qaytarib olsam, Nasir bilan meni o'ylab qo'yg'idek. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Bo'lmaganda Nasir kesilib ketgudekmish. Bundaq gaplarni o'ylasam qusqim keladi. Yeligu Nasir mushundaq ifloslik qildi. İflaslik qilmay turib olay desimi uningga tegadigan yeri yo'q edi. Dadamning pozitsiyasi qattiq bo'lib, ularni doktorga yaqin yo'latmas bo'ldi. Shahar boshlig'i bilan burun yaqin do'stlardan bo'lsa, mana hozir raqiblardan bo'lib qelyapti. Bir kuni shahar boshlig'i nurg'un sovg'a salomlarni elib meni yo'qlab keldi. Dadam men qarab o'ltirgan bo'lib, shahar boshlig'ining eshikdan kirayotganligini ko'ribla, Qani, av Aygül degan qizinglarni boshlab kelinglar. Men uningga o'g'linglar qilganini qilib, naka qilib qo'ygandan keyin silimi bo'ldi qilamizlar ko'rib boqay. Shu chaqda silning qaytirgan inkosingni qarab, bir nimday bo'lamda. deb uni eshik tuvdilla qo'g'ladi. Shahar boshlig'i, Adilvali, menimi iching og'irsin. Nakas o'g'lim kichiklik qilib qo'yibdi. Uningga bir fursat bersanglar nim bo'ladi deyman. O kesilib sulansa, silga nima foyda? Shamsiya puti sunganni hisobga olmaganda ziyonkashlikka uchirmadi-ku. Shundaqmi? Ziyonkashlik uchirmadi demsizlar? Ishkan zaharning kuchi vaqtida yo'qolmagan bo'lsa, nim bo'ladi? Oqibatni bildigansizlar. Kesilsa nim foyda demsizlar? Ey, unda nakaslar sulanib yo'qolsa, meningdek ma qizlar shu nakasning qo'lidan nobud bo'lgan ota-onalarning yig'isi azlab qola. Balkim shu banada bir qancha qizlar saqlanib qola. Bir ziyondash yo'qolsa shu foyda. Ha. Bo'pti, qilgancha qilaveringlar. Ko'ramiz texi. ajab ish. Nasirning ota-onasi shuncha avar bo'lib ketsa-mu, Aygül faqatli ko'rinmaydi. Men doktorxonada yetish jarayonida taqvo bir qiz bilan tanishib qoldim. Uning da'vati bilan yomonlikning nima, haqning nima ekanligini bilib, hozirgi yo'limni tanladim. Nasirdek nakasning qo'lidan saq qutqizgan haq egamga shukri hamdu sanolar aytdim. Shamsiya mushu o'zgargan jarayonini deganda hayajonlangandek qiladi. Uning keyingi bayonlariga quloq silib o'ltirdim. Aradan 4 oy o'tganda Nasirga sud etildi. Sud yepib bo'lg'achqa cho'nglar qatnashtirilmadi. Nasirni maqsadiga yetilmagan bosqinchilik, boshqalarning ichimligiga beyosh qilish dorisi selish, boshqalarni uyiga qamab yorlanishni keltirib chiqarish, zahar saqlash, chekish degandek bir qancha jinoyat bilan aybladi. Sud boshlanib guvohlik anglash bosqichi boshlanganida Aygülni guvohchi o'rnida ko'rdim. U judab qolgan edi. Qarlig'uchi taraf uningdan so'radi. Ismingiz nima? Aygül. Familiyangiz bilan qo'shibdan. Aygül Sadiq. Turishlik o'rningiz? Şinjan Universiteti o'quvchisi. Kimligingizchi? 65. Bo'ldi. Javobgarni tunimsiz? Tanıyman. Qandaq munosabatinglar bor? Aygül javob bermay jim turib oldi. Munosabatinglarni aniq ayting. Qarlig'uchi Aygüldan qayta so'radi. Aygül aksiga qaradi. Nasir singlisining javobini kutib, uningga qarab turadi. Aygül nima uchunkin aksidan nafratlangandek qiladi. Uning ko'zidan yosh sirg'adi. Materialda sizlarni aksingiz debdi, shundaqmi? Munosabatinglarni aytib o'ting. Aygül aksiga obdan bir sapselib qarab etgandan keyin, O mening akam emas. O'z singlisiga nakaslik qilgan.
Singlisning iffitiga tajovuz qilgan bundoq odamni qandoqmi akam deyman? O degan bir hayvon. Qattiq chiyqirash bilan yig'i ovozi sotni bir oldi. Bosh sotchidan boshlab oqlig'uchi, mendek ziyonkashlikka uchirg'uchilar hayron qoldik. Nasir varqirab ketdi. Yo'q, mumkin emas, bu mumkin emas. Men unda qilmadim, xudo haqqi. Uyda Muratmi bor? Dadamni shu kechida qaytib kelganda, dadamni bilida obdan tekshiringlar, unda qilmanglar. Uning yig'lig'ini yoki kulginini belgilab bo'lmadi. Sot buzildi. İnson qalbidan chiqqan bir nokaslik oshkorlandi. Muratning u ishni qilgudek majoli asla bo'lmaydi. Chunki u mening va o'zining bo'lib ikki quti ichimlikni ichib etgan. Uningdagi beyosh qilish to'g'risi uni bu ishlarni qildirmaydi. Shu kecha shahar boshlig'i qaytib kelgan bo'lsa, bu rasvoliklardan shu xabardor edi. Sotni keyin ochadigan bo'lib, sotdan ayrildik. Yana bir oy bo'lganida sot echildi. Keyingi sotda Nasir barliq gunohlarini bo'yniga oldi. Men qattiq mas bo'lib ketib, singlimni Shamsiyaga o'xshatib qilib, chiqilib qo'ydim. U o'ziga qattiq jazo berishni talab qildi. Hayron qolarliq bir ish. Bu chaqda Nasirda AIDS kasali bor ekan to'q. Uning ziyonkashligini to'liq isbotlash uchun mening u AIDSdan yuqumlanmaganimni tekshirib ko'rishdi. Menga qizliq ipiti saq, kasal yo'q degan yakunni bergan bo'lsa-mu, shu kecha qizlig'idan ayrilgan Aygulgimi bu nokas kasal yuqmagan edi. Sotdikilar bir narsani yushirgandek, shu kechadagi Aygulning va aksining DNA'si tekshirilganlik isbotini so'rabmi qo'ymadi. Hayron qolaman. Yuqish yo'li qon va jinsiy munosabatdan yo'qadigan bu kasal nima bo'lib Aygulga yuqmaydi? Sotdikilar Aygulning maxfiyatini yushirish uchun aytmadimiki deyli desak, men keyin boshqalarning qo'li orqali uning qon avrishkisiga erishib tekshirtib ko'rgan. Saqkan. Shundoq deb so'zini tugatgan Shamsiya menga bir nima degandek qaradi. Seningchi bo'lganda Aygulga chiqilgan boshqa biri bo'lmasa yana. Men shundaqmikin deb gumon qilaman. Qizliq parda yirtilsa, qon uchrashmay qolmaydi. Men o'qmadim juma. U odam Muratmidi ya? Murat bo'lishi mumkinmi? U men va o'ziga berilgan dorini ichib, hushsizlangan tursa, uning ustiga uningda qilchilik gumon bo'lsa, ular bu rasvoliklarni o'z o'g'lining bo'yniga elishni xolamdi deysan. Aygul kim ekanligini bilamdigandi. Qandoq biladi? U shu kecha butunlay hushsiz tursa, hushiga kelib o'zidagi normalsizlik va qon beg'ini ko'rib bilgan gap. Undoq bo'lsa, kim shundoq qilgandi? Menmi aniq bilmayman. Shu kecha u uyda Murat, Nasir va kechicha boshqa yerda ichib, xudini bilmay kelgan Aygulning dadasi, janobi shahar boshlig'i uchlik ish qo'ngan ekan. Men ham portlab ketmadi, lekin beri bo'ldi. O'rnimdan turib, beshimni qamollab vaqirdim. Ey ulug' Alloh, o'zingga omonat. Bu ifloslikni bilmagan bo'lay. Vaqirdim, sakirdim. Uyni beshimga kaydim. Shamsiya meni tutib oldi. O'z bag'riga besib, quliqimga pichirladi. O'zingni besib ol, Shakir. Mushundaq ifloslikka uchirgan Aygul barliq gunohni mendan ko'rib, menga dushmanlik qiladi. Uningcha bo'lganda, men shu kecha uydan qochib chiqmasam, o'ziga kelgan ifloslik yuz bermagan bo'lamish. Mening nima bo'lishim bilan kari yo'q ekan. Amsa Aygulning aksi keyincha qandoq bo'ldi? Uningga muddatsiz kesivatdi. Biroq turmaga kirib uzun o'tmay ruhiy jihatdan tugishib sarang bo'lib qopti. Shuning bilan shahar boshlig'i uni Ichkari o'lkadagi ma'lum bir doktorxonaga yo'tkab, shu yerda o'lib qopti. Anglashimcha, u elishib qolgan vaqtida doim dadam bosqunchi deb vaqirab yurganmish. Shamsiya yig'layotdi. Men ular o'tirisidagi ziddiyatni buncha murakkab deb bilmagan ekanman. Shamsiyani bag'rimga teg'imi ching bosdim. Quloq tuviga pichirladim.
Aygüllarning ishini bo'ldi qilaylik. Bugun bizning qiladigan boshqa ishimiz bor. Aygülning ishini bo'ldi qilsak bo'lmaydi. Umi bir ziyonkashlik uchirg'ichi. Bilaman. Bularni atiq qoldirib, o'z ishimizni qilaylik. Lavlarimni gilos izlab lavlaga bosdim. Sherim bir tam vujudimni qopladi. Sherim bir kechini o'tkazib, o'zimning tortgan barliq xobiligimni unutdim. Tong otmasda o'rnimdan turib, tatliq uxlayotgan Shamsiyani o'qidim. Qop. Bir yildan buyon tortgan xobiliqlar yo'qli bo'ldi-ku bugun. U ko'zlarini mendan qochirib yonga qarab oldi. Xijil bo'layotganligi chiqib turadi. Nimaga tortinsan jina? Biz degan xotinjimi? deb beqinini qichiqladi. Sarang, aytdiganda jin topmagandu? U shundoq deb tatliqini erkaladi. Butun badnimdan tarigan tatliq bir sizim yuragimda to'xtadi. Shundoq Oygulning jini tepiyotdi. Turibli uning ichi mag'riyotdi desa, Shamsiyaga qaradim. Umo bir nimani xiyol qilayotgandek deriz sirtiga qarab muğnub qilayotdi. Menmo xiyolga jo'r bo'ldim. Aroq degan shuncha pasmidi. Meni-g'o mush aroq kelishimga boshlab kirib, Shamsiyadek isil xotinlik bo'lib oldim. Ammo Oygulchu, uning bo'lgan adolatsiz razillikning kelish manbai aroq-ku. Shu razilliklarni bilgan Oygulning sarang bo'lib qolmag'ini hayronman. Mush paskashlikni rostli dodisi qilganmidi? Biroq qalbimning bir yerlari bularni hargiz shahar boshliq qilmagan deb cho'qon ko'tardi. Balkim 6-sizmin bo'lsa kerak. Shamsiya. Seningcha aroq shuncha past narsimi? Xiyol bilan sirtqi beqiyotgan Shamsiyadan so'radim. U men tarafga qarab aytdi. Texich bilmadingmi? Acaba tartqanlaringning nimadan kelganligini bilamidingmi? Men-g'o mas bo'lib, sendek farishtaga yo'liqdim. Erkilmoqchi bo'lgandim. Shamsiya kulish uchun ochgan og'zimni qo'li bilan to'sib turib. Buni kulki qilyapman. Nikoh g'oyib. Sen kelishim tuz-tuzma bizning nikohimizni to'sib qala oladigan Allohdan bo'lak kishi yo'q. Chaqchaq qildim deb Allohning g'azabiga qolmayli yana. Sen harom to'g'riliq chaqchaq qilma. Aroqning harom bo'lishi Allohning hukmidir. Chaqchaqqa aralashtirib kufrga sabab bo'lma Shakir. Ko'proq ta'lim bergin. Islom kelishdan burun arablar eng cho'ng haroqkesh millat bo'lib, maslik qilgan paskashliklarni nomus deb qaramaydi. Hattoki faxrlanib so'zlashib yuradi. Alloh islom nurini arab zaminiga chochgan dastlabki vaqtlarda aroqni harom qilmadi. Sabab mushu tufayli haroqqa amroq arab xalqining qalbida bixlanayotgan iymon nurini cho'rib tashlashidan, qiyinlik ko'pgan deb iymondan yenib olishidan ansirash edi. Aroqning cheklanishi uningdan seskantiradigan voqealar tufayli kelib chiqdi. Chunki biror yomon ishning cheklanishi biror voqea tufaylidan bo'lsa, bunday voqeani ayblashga hamma odam qo'shiladi. Bunday bo'lganda kishiga ta'siri cho'nqur bo'ladi. Aroq to'g'risida Qur'ondagi mono oyat nozil bo'ldi. Sendan aroq va qimor to'g'risida so'rashidi. Sen ularga bu ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ba'zi foyda bor. Lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng degin. O chaqlardagi qimorning foydasi arablarning qoidasida qimorda utqanlarda utqan mol kambag'allarga sadiqa qilinadi. Aroqning foydasi badanni kuchlantirish uchun edi. Uningdan keyin mas holatda namoz o'qish mono oyat bilan cheklandi. Ey mo'minlar, sizlar mas bo'lsanglar, nima da'vat qilinglarni bilguninglarga qadar namozga yaqinlashmanglar. Keyin ba'zi musulmonlar aroq ichib, diniy birodarlarga cheqilib qo'yganlikdan tirik to'gining lokisini, ichki a'zosini kesib elib yeganlikdan Qur'ondagi mono oyat nozil bo'lib, aroq qat'iy harom qilingan. Ey mo'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butla, pal o'qlari haqiqatan paskini qiliq. Shaytonning ishi. Nijot tepishinglar uchun ulardan saqlaninglar. Shayton aroq, qimor orqali o'z oranglarda adovat, dushmanlik tug'dirmoqchi. Allohning zikridan va namozdan to'smoqchi bo'ladi. Bu ishlardan yonmamsizlar deganida ayni zamondagi musulmonlar yondoq deb javob bergan. Shundan keyin biz musulmonlarga aroq harom bo'lgan.
Araq degan shundoq narsakan. Az ichganida azroq foydali bilinsimi, az ichman deb kapolat qilg'ili bo'lamdi. Jamiyatimizda eg'izdan chiqarg'usiz pastkash qilmishlarning qanchaligining araq bilan munosabatlik ekanligini so'rasang, deyalaymanki, 20 dan ko'pragi degidek araq bilan munosabatlik chiqadi. Endi o tushungansan? Diniy bilimlaringning buncha ko'pligini o'ylamabdi ekanman. Deganlaringdan haqiqatan aroqning nasligini bildim. Biroq Oygulga ichim og'rib qoldi. Yiliq paskashlikni mayli kim qilgan bo'lsin, uning ko'tarilish tasga tushdi jumu. Adovatni yub tashlaylik. Uni turmada yetishdan qutuldirib qolaylik. Oksi o'ldi. Dadisi tegishli jazosini yeb turmada yetyotdi. Onasining mo hech bir xabari bo'lmadi. Mushularmi uning qilganlariga yetdi. Sen demisanmi, bu masalani men sana da aytdim. Sening o'ying bilan mening xiyolim bir. Qizlarning do'sti yo'q deb tikan ko'nila. Ammo mangulik dushmanmi yo'q deb qarayman. Dushmanlarimizga yaxshilik orqali qalbini moyil qilishni Allohmi qo'llaydi. Biz bu masalada Ro'shangul bilan Muratning ma'qulligini elib bir nima deylik. Ularmi cho'ng ziyonkashlikka uchirg'uchilar. Balkim Aygul do'stimiz bo'lib qolsa ajab emas. O shundoq deb so'zini xulosaladi. Biz Ro'shangulni izlamak bo'ldik. Söz bilan bo'lib namoz vaqti o'tib ketgili tas qapti. Ro'shangulga Aygulning beshidan o'tgan ishlarni so'zlab berganimizda u bizni qo'lladi. Aygulga bizdan bakroq ish chaqirdi. Amdiki gap Murat qolgan edi. Murat bizning maqsadimizni bilganida qaynablik ketdi. Ey, sizlarda maydon, g'urur degan narsa bormi? Aygulning qilganlari shuncha tez yodinglardan chiqib ketdimi? U degan bir chayon. O odamni chaqidi-ku. Men hargiz qo'shilmayman. Uning keskin rad qilishi bizni gangirtib qo'ydi. Demisimi biz oldirab qolgan edik. Ro'shangul bilan Muratning kasalmi yoki kasal emasmi degan natijasi tex chiqmagan. Ularning natijasi bizga qorong'u holatda Shamsiya bilan mening ular ustida Aygulga hukm chiqarish huquqimiz yo'q. Chunki Ro'shangul bilan Murat Aygulning pichoqqa ishlatgan qasdidan xabarsiz edi. Kutishga majbur bo'ldik. 3 oydan keyin Ro'shangulda yiliq maraz kasal yo'q bo'lib chiqdi. Biz bakmi xushal bo'ldik. Afsus, Murat kasalning natijasini o'z bilan birga elib bu shahardan yo'qab ketdi. Uningda kasal bormi yo'q bilmadik. Uni ko'p izlagan bo'lsaqmi, hech xabari bo'lmadi. Faqat uningdan bir bog'iq chiqargan bo'lib, uningda. Men ketdim. İzlabmi yurmanglar. Aygul ishida bilgilanlarni qilsanglar bo'ladi. Ammo u bir chayon. Zaharni elib olsanglarmi, chiqishga urinadi. Oxirida bir ishni uqtirib qo'yay. Yiliqi kechisi Aygulga cheqilig'ini shahar boshlig'i emas. Xatda imzomi yo'q. Xat kompyuterda urib chiqarilgan. Muratning onasi orqali erishganimiz uchunla uni xiti deb tushundik. Muratning Aygul ishida qilgan so'zini bizning Aygulni oqlashimizni to'sish uchun deb tushundik. Chunki u shu kechasi hushsiz turib bu ishlarni qandoqmi biladi? Bilgan bo'lsa burun nima uchun pash qilmaydi? Shunga bu ishlarni qo'yib turib Aygulni qutqizishni qaror qilib, uni qutqizish uchun yuqur tuvan qatirdik. İşimiz hal bo'ldi. Bugun uni qo'yib bermoqchi bo'lg'achqa turma darvosi oldida uni saqladik. U turma darvosi oldida bizni ko'rib, turmaga qaytib kirib ketish uchundagidek keyniga burildi. Hamda olli burun taqilib bo'lgan darvozani ko'rib biz tarafga burilib. Tomoshabinni ko'rgili kelishdingmi? U shundoq deb nashtardek tikildi. Qarasam ko'zlari Shamsiyaga tikilgan ekan. Bo'ldi qil Aygul. Seni qutqizimiz deb ozja pachakdikmi? Burunqi do'stligimizning yuzi shundaqla sening tortgan kulpatlaring demaydigan bo'lsak, sendek bir odamni qutqizimiz deb nima qilamiz? Bizga qilgan askiliklaring oz gap qilmagan bizlarga. İşlerimden xabar tepibsizlar-da. Qani Shamsiya, shu iflosliklarning javobini kim berdi? Shundoq deganicha Shamsiyaga itildi. O'lsangmi qo'ying o'zgarmagidek Aygul. Qig'iliqni akan qilsin. Gunohni Shamsiyadan ko'ramsan. Bo'ldi, ko'zimdan yo'qol. Biz qaytaylik Shokir. Ro'shangul shundoq dedi va Shamsiya bilan mening qo'limdan tortib oldi. Biz qaytish uchun yondik. To'xtash!
Aygül vaqirab bizni to'xtatib qo'ydi. Nima gapi bor deb keynimizga burilib uningga qaradik. U qilch taptatmay. Meni bu yerga tashlab qo'yib nega ketishmoqchi eding? Meni turmiding'u achiqishdan. Bundan keyin men nega berib nada turaman? Yurti turg'idek yuzim bormi endi? Xizmatimmi yo'q bo'ldi haqiqatdan. Biz uning mushu gapini kutib turgan edik. Ro'shangul, "Mavu gaping bo'ladi, adash. Biz seni tashlab etmaymiz. Sen turmidagi chog'ingda hamma ishingni hal qilib qo'ygan. Yur, oldi bilan usti beshingga ozroq kiyim setib olaylik. Qoldi gaplarni shu chog'da deyishaylik." Aygül bo'ysundi. Bo'ysunmaymi amali yo'q. Dadisi sotlanganida parig'i chetilib qilib, onasimi so'langan bo'lib, texicha natijasi chiqmagan edi. Balkim bir qancha yil kesilib ketadigan o'xshaydi. Shundoq ekan, nagim baralaydi deysizlar. Balkim burun voy degan tuqqanlarmi o'zini apqichsha. Aygülning ishida ko'p putli qashon bo'lmadi. Uni vatanda saqlash bizga xavf. O'rgangan qo'y o'lgicha degandek ish bo'lmasin deb chet elda o'qishga avatmak bo'ldi. Uning burun bijirib qo'ygan pasport bo'lg'achqa viza bijirmak osonga tushdi. Eliq chaqda to'xtam tuzishgandek pullar shu peti bor edi. Men shu nomussiz ishlarning shohidi sifatida saqlab qo'ygan edim. Ular bergan 20 ming, men tayyorlagan 30 ming va qo'shib qo'ygan 20 ming bo'lib 70 ming pulga Ro'shangul yana 30 ming tayyor qilib 100 ming yuanni o'qish puli qildik. Biz yana ozroq pul tayyor qilib chiqimiga ishlatish uchun Aygülning qo'liga tutqizdik va bugun uni yo'lga silish uchun aerodromga chiqdik. Aygül minish oldida tamtirab turib so'radi. Kim uchun? Bu qilishinglar zodi kim uchun? Kim uchunligini bizmi bilmaymiz Aygül. Balkim qilganlarimiz do'stlaringning hamma joyda bo'lganligini bildirish uchun bo'lsa kerak. O'zingni ko'p asra. Do'st? Biz do'stma? Biz do'st bo'lalamdik. Do'st deb bilsang, biz har zaman, har yerda do'sting. Dushman deb bilsang, dushmaning emasmiz. Aslimlarni qo'yib, oldinga qara Aygül. Sen-chi Shakir? Sen qanday qaraysan? Do'stim deb bil. Sana oq yo'l tilayman. Sen meni do'st deb qargandan keyin kela birini so'yib qo'yay. Seni menga do'stim deb bilaman. U shundoq deb meni so'ygil intilayotgandek harakatni to'g'ridi. Ammo esilmadi. Va hammanglar aman bo'linglar deb aerodrom kutish zaliga kirib ketdi. Kuchimizni uning qiliq kuldirib qo'ydi. Keyin qarab qoldik. Uning qilmishlariga pushaymon qilganini yoki o'ch adovatning qalbidan ko'tarilmaganligini bilmadik. Bu ishlar bo'lg'ili uzun bo'lmay Ro'shangul qisqagina xat qoldirib chet elga chiqib ketdi. U ketarida xo'shmi demagan edi. Xatda: Do'stim Shamsiya, qizlarning do'sti bormi deb so'rasang, bor deyman. Chunki sen mening qiyomatlik do'stimsan. Yana kelib Aygülga qilgan kam qo'saqlig'ing bu nuqtani tushuntirib turibdi. Haq egamni tonimagan chaqlarimda do'st deganni obdan tushunmagan bo'lsam, hozir men seni do'stimla emas, qayrindishim o'rnida ko'raman. Ketmak qiyinlarda orlashib yurishdan qisildim. Yoshirmasam bo'ladi. Shakirni meningmi yaxshi ko'rishim maxfiy ish emas. Men yeninglarda bo'ladiganman. Uni unutishim basi mushkul. Shunlashqa muhit almashtirib ko'ray dedim. Sizlarning oranglarga qistirilib yurgim yo'q. Sana va Shakirga ulug' Alloh egamdan baxt va mangulik xotirjamlik tilayman. Musafir bo'lish oldidagi do'stinglar, Ro'shangul. Xatni ko'rib, har ikkalamiz ko'zimizga liqqid yosh oldik. Biz yashagan zamonaviy zamonda setiladigan bo'p ketdi narsalar tomon. Setilar hattoki odamgarchilik, setilar muhabbat, e'tiqod, armon. Yuraklar tiziqliq bahosi bilan nemini xohlasang shu sening hamon. Maylig'u setilsa barcha narsalar,
vijdonni sotqining hammadan yomon. Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'sho. Shakir rolida Rahmatulloh Izbol.